Shu ko'rayotgan har bitta kottejlarni xohlasangiz рассрочка, xohlasangiz ipoteka, xohlasangiz naqdga xarid qilsangiz bo'ladi. Qarang, maydonlari 1.7 sotiqdan faqat shu oxirgisini maydoni 2 sotiqdan oshiq keling mazki uyimizni ichkari qismidan ko'rsatib beraman. Qarang, kirib kelishimiz bilan shunaqa kengina hovli, bu tomonda o'zini yozgi oshxona hamda sanuzellari, kichkina bo'lsa ham zeleniy zonalari qilingan elektron darvozalar o'rnatib qo'yilgan. Endi ichkarisini ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek, uyimizda korobka holatda, bu birinchi qavatimizdagi katta hol va bu tomonimizda bo'lsa studiyniy oshxonasi joylashgan. Bundan tashqari birinchi qavatimizdagi bitta mehmonxona va yotoqxona hamda umumiy yuvinish xonalari bor. Podvaliga keladigan bo'lsak, yaxlit kommunikatsiyalardan umuman muammo yo'q. Suvdan tortib gaz, svet, hamma udobstvolari qilingan. Mana bu ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi katta hol hisoblanadi. Ikkinchi qavatimizning o'zida yana 3 ta yonma-yon yotoqxonalari joylashgan hamda bitta umumiy yuvinish xonalari. Uchinchi qavatimizda bo'lsa yaxlit katta mansarda. Bu tomonda o'zini balkoni ham bor. Balkonimizdan shuni chiqib qarasangiz, oldi tomonda xuddi shu proyektda podkatlaman ham qurilyapti. Uni narxi buni narxiga nisbatan 10 ming arzonroq. Narxini $185,000 so'rashyapti. Yana kelishiladi. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, Yangi Darxon. Shundoqqina Kia avtosalonni orqasidagi mahalla. To'liq lokatsiya Telegram kanalimizda.